Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Ibrohimova Rayhona. Men bo'sh vaqtlarimda juda ham ko'p badiiy asarlar o'qish bilan o'tkazaman. Mening eng sevimli asarlarimdan biri bu O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasi asari. Ikki eshik tug'ilish va o'lim orasidagi qisqa ammo mazmunli yo'l sifatida tasvirlanadi. Asarda urush yillarining og'ir sinovlari fonidagi insoniylik, sabr, mehr va vijdon masalalari aks etgan. Ayniqsa asardagi obrazlar orqali hayot haqiqatlari yanada chuqurroq ochib beriladi. Masalan, Qora amma obrazi sabr va matonat timsolidir. U hayotning eng og'ir sinovlariga duch kelsa ham o'zining ichki kuchi va bardoshi bilan yashaydi. Bu obraz orqali o'zbek ayolining chidamliligi va mehribon qalbini ko'ramiz. Men bu asarni o'qish davomida shuni tushundimki, hayot qisqa, ammo uni mazmunli o'tkazish o'z qo'limizda. Har birimiz yaxshilik qilish va insoniy fazilatlarni yo'qotmasligimiz kerak. Ikki eshik orasi asari nafaqat badiiy asar, balki hayot falsafasini o'rgatuvchi, insonni o'ylashga undovchi bebaho durdona desak mubolag'a emas. Men bu asarni o'qishni sizlarga tavsiya qilaman. Qadrli tengdoshlarim, sizlar ham bo'sh vaqtingizni mazmunli o'tkazish uchun ko'proq badiiy asarlar o'qishingizni tavsiya qilib qolaman.